Xo'p, keyingi navbatdagi avtomobilimiz Nexia 3 avtomobili. Ikkinchi pozitsiya 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamiz kraskalari top-toza, mashinamiz holatlari juda ham zo'r. Texnika holatlari juda ham yaxshi holatda. Tulda yaxshi yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. LED farlarda. Mashinamiz metan gazli ustanovkalar qilingan. Salon ko'rinishlari qirilib chizilib ketmagan. Yaxshi chexolchalar taqib qo'yilgan. Poliklar tashib qo'yilgan. Probegi 179 ming yurgan xrom knopkalar, ABS konditsionerlari bor. Mijgar pultlar, video registratorlari bor. Mashinamiz ikkinchi pozitsiya 2018-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Mashinamizning tan narxini 88 million so'mga belgiladik. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, kelib ko'rib baraka qilishlari mumkin. O'zlaring uchun bemalol tekshirtirib olsalaring bo'ladi. Hech qayerda kraskalari yo'q. Mashinamizda holati juda zo'r, hadavay motorlarda ish yo'q, ABS konditsionerlari bor. Mashinamizning boshlang'ich to'lovlari 15 million so'm bilan chiqibdi. Oylik to'lovlari 3 yilga 3 million 679 ming so'mdan chiqadi. Manzilimiz Jizzax shahri, prospekt Almas Cafe ro'parasida. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib baraka qilishlaring mumkin. Sog' bo'lasizlar, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.